basışqa chiqdim. Kech bo'ldi mana. Quyosh botyapti. Ana quyosh botyapti. Endi shu quyosh botyapti, endi kech bo'ldi. Qo'ylarni ajratib shekilli. Ana qo'ylar. Ana qo'ylar. Ey qo'ylar. Shu yerdan qo'ylarni ajratib ketamiz endi dashga. Dashdan uyga ketamiz. Mana dashda qo'ylar ajratuvga kelgan. Qo'ylarni ajratdik. Mana ko'rib turganingizdek qo'ylarni ajratdik. Mana bizning qo'ylar. Ajratib ketyapti qo'ylar. Dashdan ketyapti. Mana bizning qo'ylar. Uylar bizning küçük. Ana qo'ylarni dashdan ajratdik. Endi ketamiz. Mana katta bir dash. Baribir go'zal tabiatda. Toza havo, kechki havo, kechki toza havo. Mana quyosh botdi. Qo'ylar ajratdik. Uyga ketyapmiz endi. O't! Ana toza havo. Hoyt! Kechqurun mana 1 soat. Xudo olsa qo'ylar ajratgandan keyin asta-asta bog'ib boramiz. Mana bu soylik, katta bir soylik. O, mana tog'. Mana yana yaqinlashtirib ko'rsangiz, mana bizning tog'. Mana balandlik tog'. Bu yerda qishloqlar bor. Mana bahorda, toza havoda, tabiatda kechqurun qo'ylarni ajratgandan keyin dashda 1 soat mana bu qo'ylarni bog'ib, buna qilib yurish. Boshqachada toza havoda. Bizning küçük. Oy. Havasmi, kayfga chiqib bunaqa narsalarga hech nima teng kelmaydi dunyoda. Chunki bunaqa tinchlik va bunaqa kayfiyat odamga huzur bag'ishlaydi kechqurun. Shovqin suronsiz. Kattang bilan qolasan. Kattang bilan qolasan. Ya emas, qolasan kattang bilan.